Bir ajoyib tadqiqot o'tkazilgan. Unda bir guruh ikkichi bolalarni bitta guruhga yig'ishgan va ustozlarga olib kelib dars o'tishga berishgan. Lekin bu yerda eng qiziq tarafi, ustozlarga bu o'quvchilar eng saralangan, eng kuchli o'quvchilar deb tanishtirilgan. O'qituvchilar esa xursand bo'lishgan. "Voy, eng saralangan o'quvchilarga dars o'tamiz ekanda" deb bor mehrini, yuragini, vujudini berib dars o'tishgan. Nimadir o'xshamasa, o'zlarining metodlaridan xatoni qidirishga va metodlarni almashtirishga. Eng qiziqarli jihati esa oy oxirida test olingan. Test natijalariga ko'ra esa bu o'quvchilar haqiqatan ham saralangan o'quvchilarning natijalarini ko'rsatishgan. Oxirida esa bu ustozlarga o'quvchilar eng ikkichi o'quvchilar edi deb aytishganda ustozlar ishonishmagan. Biz ustozlarning muammosi shuki, o'quvchilar haqida bizning fikrlarimiz qotib qoladi. Boshida ikkichi deb boshiga tamg'a qo'yamiz va oxirgacha ikkichidek muomala qilamiz. Boshida bir marta yaxshi o'qib qo'ygan bolani oxirgacha unga a'lo baholar qo'yib tashlaymiz. Undan ham qizig'i, biz boshqa ustozning bahosiga qarab, bu bola senda ham yaxshi o'qimaydimi deb o'zimiz ikkichi bolalarni yetishtirib qo'yamiz. Inson o'zgaruvchan, uni miyasi ham o'zgaruvchan bo'ladi. Ayniqsa yosh bolalar o'zgaruvchan bo'ladi. Biz agar ularga bo'lgan munosabatimizni, muomalamizni o'zgartirsak, bola ham o'zgaradi. Biz Johnny School xususiy maktabida har bir o'qituvchini maxsus treningdan va maxsus kursda o'qitib, keyin maktabimizga ishga olamiz.